Ladies and gentlemen, welcome to Anora English va bugun biz sizlar bilan qaynona va kelin haqida gaplashamiz. So guys, tushunib ulgurgan bo'lishingiz mumkin. Bugungi mavzuyimiz to be va verb haqida bo'ladi. Ko'pchilik ingliz tili o'rganuvchilari to be bilan verbni bitta gapda qo'llab borishadi. Va bugundan boshlab o'rganib oling. Agarda siz ikkalasini bitta gapda qo'llaydigan bo'lsangiz, qaynona va kelinning o'rtasiga nizo tushirgan bo'lar ekansiz. Keling endi buni yanada osonroq va formalroq usulda tushunib oladigan bo'lsak. Demak, to be ni tasavvur qiling, bu bizda qaynona. Ya'ni u uyning holatini, sifatini, kim kirib chiqayotganini nazorat qiladi. Misol uchun, endi buni formalroq, ya'ni rasmiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, qanaqa bo'ladi? To be ni biz ishlatamiz qachonki holat, kimligi va sifat haqida gapirmoqchi bo'lsak. Misol uchun, I am a student. Men o'quvchiman. Ya'ni bu meni holatim. Men unda qanaqadir ish harakat qilayotganim yo'q. Yoki deb bo'lmasam, she is tired. Ya'ni u charchagan. Ya'ni uni holati qanaqa? Holati charchaganligi. Ya'ni men holat haqida yoki kimligim haqimda gap ketdi. Endi verb bu nima? Verb bu bizda kelin rolini bajaradi gapimizda. Ya'ni hamma ish harakatni u bajaradi yoki bajarmaydi. Let's say bajaradi. Hamma ish harakatni kelin qiladi. Misol uchun, I wash the dishes. Ya'ni men idishlarni yuvaman. Men biron bir ish harakatni qilaman. Idishlarni yuvaman, pollarni supuraman yoki boshqa nimadir qilaman. Ya'ni bu ish harakat bajarilyapti. Yoki deb bo'lmasam, she cleans the house. U uylarni tozalayapti degan holatda qo'llamayman. Ya'ni ish harakatni bajarilayotganligi haqida gapirmoqchiman. Farqi demak juda ham oddiy ekan. To be bu holat haqida gapirmoqchi bo'lsam, kimligim, qanaqa his qilayotganim, ya'ni charchadimmi, xursandmanmi yoki deb bo'lmasam xafamanmi, mana shu narsa haqida aytmoqchi bo'lsam, men to be ni qo'llar ekanman. Endi eslab qolinglar, qaynonamiz bizda, ya'ni to be imiz odamlariga qarab o'zgarar ekan. Ya'ni odamlariga qarab hamilon bo'lishni boshlar ekanlar. Misol uchun, I subject bilan, ya'ni men oti bilan men har doim am qo'llayman. I am. Ikkinchi turdagi tuslanadigan, ya'ni o'zgaradigan, hamilon bo'ladigan odamimiz bu is. Ya'ni isni biz he, she, it, ya'ni u o'g'il bola uchun, u qiz bola uchun va u narsalar uchun ishlatiladigan yoki da bo'lmasam bitta o'zi keladigan, ya'ni birlik otda keladigan otlar bilan faqatgina is qo'llanilar ekan. Ya'ni endi are, ya'ni uchinchi hamilon odamimiz bu are. Are esa men faqatgina you, we, they uchun yokida ko'plikda keladigan otlar uchun ishlatar ekanman. Misol, ana endi kelinglar sizlar bilan kelin pozitsiyasiga o'tamiz, ya'ni verbga o'tamiz. Verb bu biror bir ish harakatni qiladi. Xuddi kelin hamma ishlarni qiladigandek. Verb ham barcha ish harakatlarni bajaradi yokida bajarmaydi negativ gaplarda. Unisiga keyinroq o'tamiz. Hozir verbni ko'proq misollar bilan tushunib oladigan bo'lsak. Misol uchun, I wash the dishes. Men idishlarni yuvaman, ya'ni o'sha ish harakatni men bajaryapman. Yoki deb bo'lmasam, she cleans the house, ya'ni u uylarni tozalayapti degan ma'noda ishlatish mumkin ekan. Yoki deb bo'lmasam, they take the rubbish out, ya'ni ko'chaga musorlarni ular tashiydi, ya'ni o'sha ish harakatni bajaradi, nimadir harakat qiladi verbni qilayotganda. Eslab qoling, agarda biz gapimizda verb qo'llamoqchi bo'lsak, biza asosiy e'tiborimizni qaratishimiz kerak bo'lgan narsa bu o'sha ish harakatda nimadir harakat qilish, nimadir ishni qilishga biza asosiy urg'uyimizni berishimiz kerak. Tasavvur qiling, taqqoslaymiz. I am happy gapi va I wash the dishes gapi. I am happy bu meni holatimni tasvirlab beryapti. Men qanaqa his qilaman, qanaqa o'zimni holatdaman, let's say. Xursandman. Endi I wash the dishes bo'lsa, idish yuvayotganda qanaqadir harakat qilaman. Demak, birinchi holatimizda to be qo'llar ekanmiz, ikkinchi holatimizda esa verbni qo'llar ekanmiz. So, kelinglar endi sizlar bilan ko'proq misollar bilan tushunib oladigan bo'lsak, chunki qancha ko'p misollarni ko'rsangiz, shuncha yaxshiroq esingizda qoladi. Men sizlarga bir ikkita xatolari bor gaplar bilan o'rgataman, ana o'shanda sizlar o'zingizlarning xatoinglarni qaytarmaslikka harakat qilasizlar. Demak, birinchi misolim bu I am go to school. Ya'ni men maktabga boraman. Is it correct? No bro, come on, it is incorrect. You're again making 3 jahon urushi.
So, demak, bunda gapimizda nimasi xato? I am go to school. Man holat haqida gap ketyaptimi? Ya'ni meni maktabligim haqida gap ketyaptimi? Yokida bo'lmasam, maktabga borishim haqida gapirmoqchimanmi? Albatta maktabga borishim haqida gapiraman. Demak, bu holatda men amni shundoq chopib yuboraman. I go to school. Endi ikkinchi misolimiz. They are go to school. Keling, 3-jahon urushini boshlashdan oldin xatoyimizni to'g'rilaymiz. They are go to school da man asosiy urg'uyimni man futbol ekanligim emas yoki ularni futbol ekanligi haqida gapirmoqchi emasman. Yana boyagi holatga o'xshab man futbol o'ynashimiz haqida gapirmoqchiman. Shu holatda yana biz to be'imizni, ya'ni arimizni shundoq chopamiz va they play football tarzida gapimizni qoldirar ekanmiz. 3-misolimiz. I am confident. Bu gapimiz to'g'ri yoki xato? Javobingizni kommentlarda qoldiring. Demak, sizlar bilan qaynona va kelinning munosabatini present tense da, ya'ni hozirgi zamonda ko'rib chiqdik. Kelinlar endi o'tmishga nigoh tashlash orqali oldinlari qaynona kelinlar qanaqa bo'lgan ekan, ana shuni ko'rib oladigan bo'lsak, bitta eslab olamiz. To be uchun, ya'ni holat uchun present tense da am, is va are holatida o'zgaradi. Past tense esa was va were holatida o'zgaradi. Endi buni odamlarga qanaqa o'zgarishiga ko'rib oladigan bo'lsak, wasni faqatgina I, he, she, it va boshqa birlikdagi otlar uchun ishlataman. Va were esa ko'plikdagi harfdan ham sonidan ham bilib olishingiz mumkin. 4 ta harf bu ko'plik uchun deb eslab qolishingiz mumkin. Buni men you, we, they va boshqa ko'plikdagi otlar bilan qo'llashim mumkin bo'lar ekan. Misol uchun, I was student, ya'ni men o'quvchi edim o'tmishda. Yoki deb bo'lmasam, she was tired yesterday, kecha u charchagan edi. Endi ko'plikdagi otlarga o'tadigan bo'lsak, they were teachers, ular o'qituvchilar edi. Yoki da bo'lmasam, we were students, biz o'quvchilar edik degan holatda qo'llashi mumkin bo'lar ekan. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, Anora English kanaliga obuna bo'lishni unutmang.